Mana Javlonbek qarang. DPSga girdik. 614 da turibdi mana. 133 ga qo'yamiz. Jet controller info. Kalt ochiq turibdi. Bu yerda 60 da turibdi mana. Reat info. Qarang o'zi mana. Mana Zagursi ketyapti. Tablo ham bir manaqa bo'lib qoladi. Bo'ldi mana win nomerlar chiqdi mana. Save tekst qilamiz. Рабочий stol tanlab turib 2 marta maga bosiz. Joy tashlab turib mashina nomerini yozamiz. Esda qolish uchun. San'at qilgandan keyin mana OK deb bosib chiqib ketamiz. Keyin mana Eco konfigurator. XML fayl mana. XML fayl. Bu yerda win nomeriga qarab tanlaymiz. Mana birinchi XMLni tanlaymiz. Keyingisi tekstini tanlaymiz. Win nomerlar mana to'g'ri kelish kerak ikkosi ham. Exitni bosamiz. Sizin babichka aka tanlaganmiz. Vaqting bormi uni ko'zda? Kanda qo'ymasin bo'lmaydi ya. O'zi yozib bo'ldi. Yo'q. Yozib bo'lgandan keyin tekshirib beramiz. Ha? Keyin undan keyin select ga kirasiz. Select ga kirib turib programmasini tanlaysiz. Kalt ochiq turadi mana. Programni bosasiz. Hech qanaqa sariq undoq boshqa narsa chiqmaydi mana. Hozircha turib tablo o'chib qoladi mana. Zapis ketyapti, o'chdi tablo. O'zi o'chdi. Bu yoqda mana zapis ketyapti. O'zi sanashni boshladi. Mana tugab qolay dedi, lekin hali tugagan yo'q. Tablo o'chiq. Tablo yondi, lekin hali tugagan yo'q programma yozishdan oldin. Hali tugagan yo'q. Lekin tablolar yon bo'ldi. Tugasa, bari rasmi chiqishi kerak. Mana endi rosmoni tugadi. Endi xohlasiz zamon qaytarsangiz ham bo'laveradi, qaytarmasangiz ham bo'laveradi. Lekin hali bari rasmi chiqmasdan oldin hech narsaga tegib bo'lmaydi. Bari rasmi chiqsa, muvaffaqiyatli bo'ldi degani. Agar undoq chiqib qolsa, qayerdadir kamchilik bo'ldi degani. Mana sudigrasi chiqdi. Soat chiqdi. Moyli foizi chiqdi. Mana til chiqdi. Menyularga kirishni soat to'lab berasiz.